Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Gameruz. Bugun biz parkurlardan o'tishga harakat qilamiz. Albatta Minecraftdan va biz ketdik. O'zim qurgan parkur bo'lsa ham hali umuman o'tib ko'rmaganman va qiyosdan bilmayman. Va biz ketdik. Mani qo'limda salyutlarga e'tibor bermaysizlar. Aytdim buni olaman. Buni makka qo'yaman-da. Opali betdan o'tdim. Bitta qoldi. O'zimda o'sha qo'limdagi litralar bo'lish kerak edi mana. Litraga yo'yganman. Endi kim litrada qanaqa butishni bilmasa, videoni oxirida ko'rsataman. Voy. Uzr do'stlar, o'lib qoldim. Men hali umuman o'tib ko'rmadim-da, shuning uchun. Hozir jicha qoldi. Shunday qilsam, hozir tekis yo'l chiqsa qolaman. Mayli. Hozir 50 litr bo'lganda salyutlar bo'lmasa ham shunda uchib borib olardim. Mayli, baribir jicha qoldi. Mana. Hozir mashalarni olib yana qaytaman. Ko'ramiz, buni ham bo'lmayapti. Litrani yo'q, hozir o'zim litrani olibmanmi? Mana oldim. Endi bu kerak emas. Hozir tushadi. Qo'yib qo'yaman. Bularni makka qo'yaman. Bu oxirida kerak bo'ladi. Hozir yana uchishga harakat qilaman. Hozir makdan qilsam bo'larmikin? Olib qolay dedim. Jicha qoldi. Mana o'tdim. Endi mana endi makka kelaman-da. O'lib qolishimga jicha qoldi.
Hozirgina uchib olishga harakat qilaman. Hozir boshqatdan like va obuna bosish videolardan chiqmasin. Kim Minecraftga qiziqsa, hozir aytganimdek like va obuna bosish baribir meda tepaga chiqib turib mayli hozir bu unchalik oson emas, qiyin. Bo'ldi, endi uchalsam kerak. Ketib turib, sekin pastga qo'nib turib, keyin yonga qilaman. Pastga va tepaga, keyin ketib oldim, mayli. Sekin ketib turib, sekinlashganda orqaga qaytib olaman. Mana sahralar tushib oldim. Endi bu yerdan buni olaman-da. Hamma o'zimga elitra yo'q. Mana shular turadi. Chunki boshqa narsalarni solishga ulgurmaganman. Esimdan chiqib qolibdi. Mana endi bitta sakrab buni qo'yish kerak. Birinchida qo'yib olaman, chunki bu rosa qiyin. Voy do'stlar. Uzr do'stlar, yana vaqtlarni cho'zib o'tirgan kelmayapti. Shunday tezda kreativga o'tib olib turib qilaman. Bo'ldi, endi buni birinchisiga makka qo'yaman, buni kiyib olaman, buni qo'yib qo'yaman, buni makka qo'yaman. Bo'ldi, mashalar turadi. Endi chiqib turib, yana survivalga o'taman. Aytganimdek, kim Minecraftga qiziqsa, like va obuna bosish esinglardan chiqmasin. Million bo'lishimiz kerak. Qildim. Esimdan chiqib qoldi, mayli. Ketib turib, pastga qilib turib, keyin yana qaytsam, yetib boraman degan umiddaman. Mana yana keldim.
tushdi, yana jicha qoldi tushib ketishimga. Voy, mayli. Baribir yerga tushmadim. Shunday jicha pastga kelib turib, orqa bitta qilaman-da, shunday orqaga pastga, keyin orqaga yana. Mana bo'ldi. Mana endi borishga shunday qilib turib pastga, keyin baqa. Uzr do'stlar, hali mana umuman o'tib ko'rmaganman. Hozir o'zi 50 litrada ham uchish qiyin, lekin qanaqa o'rgan yo'q hozir. Qanaqa bir mana 50 litrani kiydinglar. Kiyib turib, qana uchishni bilmayapsizlar-da. Mana. Hozir yana makka qaytamda, keyin yana survivalga o'taman. Uzr do'stlar, sizlar ham yaxshi o'yin kommentariyaga yozing. Albatta sizlar yozgan o'yinni o'ynayman. Voy. Pastga yetarlicha, keyin yonga. Jicha qoldi. Lekin tushaman. Ana tushib ketishimga jicha qoldi. Ana bitta tushib ketdim. Endi qilishga harakat qilaman, qo'shishga. Mana endi makka bularni qo'yaman. Hozir buni qo'yaman-da, o'zi mana. Bularni pastga olib qo'yaman-da. Editlarni ham. Bu hozir kerak emas menga unchalik. Hemen olib qo'yaman-da, keyin bularni qo'yaman. Mana yana 50 litrani kiyib olaman. Mana. Mana bo'ldi. Endi o'sha yerdan jo'sa mana qishloq bor. O'sha qishloqda bitta yotoq qo'yib qo'yaman. Ashakka bosib olishim kerak. Mana sekin to'xtayman. Video ustiga to'xtadim. Mayli. Mana bosib olib turib
yerga qo'yaman. Bo'lmasa, urishmay qo'yaman mana. Birinchi bir 10 blok yoki xullas o'zinglarga qanaqa qilsanglar qilaverasizlar. 10 yoki 20 blokka chiqasizlarda, xohlasanglar qilsanglar bo'ladi agar qilasizlar. Mana ushaysizlar. Sakraysizlarda mana sakrashni xohlasanglar sakramasdan hozir boshqatdan ko'rsataman. Mana yana boshqatdan ko'rsataman. Mana shunaqa tepaga chiqib oldinglar. Mana sakrash bor-ku. Shunday sakramasdan oddiy shunday yursanglar tushasizlar. Mana sakramasdan ham qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar sakraysizlar, xohlasanglar sakramaysizlar. Mana shunday sakramasdan shunday tushasizlarda, sakrashni bosib turib, yana bitta tushayotganda tezroq salyut qo'linglarda bo'lish kerak. Qo'linglarda ushab turib, hozir ko'rsataman. Mana uyga kirib olay. Mana hozir tepaga chiqib ko'rsataman sizlarga. Mana sakrash turibdi. Mana shuni bossanglar sakraydi. Mana yurishdi. Hozir yurishdi bosib turasizlar. Keyin yerga tushayotganinglardan keyin to'xtanglar. Mana yurishni bosishlardan oldin mana salyut qo'linglarga ushab olasizlarda. Keyin mana hozir yurasizlar. Shu qo'linglarda salyut yurasizlar. Keyin tushayotganinglarda bu yurishni qo'yaverasizlarda. Mana shu sakrashni bosasizlar. Keyin ko'p bosmasanglar ham bo'ladi. Bitta bosib qo'ysanglar qanotlar ochiladi. Hozir ko'rsataman. Shunaqa uchishinglar kerak. Lekin yana ko'rsataman. Mana yurishni bosasizlarda, shu bosib turasizlar. Keyin tushayotganda mana sakrashni bosasizlarda. Tushayotganda sakrashni bosasizlar. Keyin bitta sekinlaysizlar. Sakrashni bosib turib, keyin yana mana yuradiganni bosasizlar. Bosganinglardan keyin mana qo'limda turgan salyutni shunday bosib tursanglar bittasi ketadi. Keyin yana bittasini bosib tursanglar bo'ldi. Keyin tepaga uchib olasizlar shunaqa qilib. Keyin qolagan. Keyin yana uchmoqchi bo'lsanglar shunaqa bosib qilaversanglar teparoqqa bo'ladi. Keyin shunday qarab tursanglar bir minut yarim 30 sekund tutsanglar bo'ladi. Mana hozir yana uchib ko'rsataman. Mana bilmasdim. Xohlasanglar 2 blokdan ham qilsanglar bo'ladi, qilasizlar.
Hayır. Like ve abone bosish sizlardan chiqmasin. 10 mingta bo'lishimiz kerak. Ha, biz aralashamiz. Hayır.